elektr motorli avtomobil ishlab chiqarishidagi Bayraktar shirkatlaridan bo'lgan Tesla shirkati yaqinda Urumchi shahrida tunji ko'rgazma zali ochgan. Bu vaqtdagi xabar ma'lum bo'lishi bilan tezdan har qaysi sohaning va faoliyatchilarning tanqidiga uchradi. 4 yanvar kuni Aqsaroyda o'tkazilgan muxbirlarning kutilish yig'inida bu masala alayda o'tirg'a qo'yildi. Aqsaroyning bayonotchisi Jen Saki bu vaqtdagi savollarga javob berib, biz Şinjandagi qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar haqida izchil o'z maydonimizni aniq ifoda qilyapmiz deb ko'rsatdi. So I can't speak to the specific situation of one company, but as a general matter, we believe the private sector should oppose the PRC's human rights abuses and genocide in Xinjiang. Shundaqla shaxsiy shirkatlarning Xitoy hukumatı ijro qilayotgan qirg'inchilikqa qarshi turish majburiyati borligini, xalqaro jamiyatning bu masalada oshig'il mavqeda bo'lishi lozimligini ta'kidladi. The international community, including the public and private sectors, cannot look the other way when it comes to what is taking place in Xinjiang. As we've said before, companies that fail to address forced labor in their supply chains and other human rights abuses face serious legal, reputational and customer risks, not just in the United States, but in Europe and around the world. And we've been clear about our views on the ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang. Amerika İslam Münasibatlari Kengashi 3 yanvarda maxsus bayonot e'lon qilib, shirkat raisi Elon Muskni bu ko'rgazma zalini taqdim etishga chaqirdi. Ularning bayonotida Uyg'ur diyoridagi qirg'inchilik eskartilib, hech qanday Amerika shirkati ma'lum bir millat qirg'inchilikqa uchrayotgan bundaq bir rayonda savdo faoliyati bilan shug'ullanmaslik lozim deyiladi. Amerika musulmonlarga tanishib bo'lgan diniy olimlardan Ömer Sulaymon bu vaqtda obzor maqolasi e'lon qilib, Elon Muskning bu qilmishini aybladi. Shundaqla Amerika hukumatı Uyg'ur diyoridagi qirg'inchilikqa qarshi chora-tadbir elayotganda Tesla shirkatining bundaq ko'rgazma zali etishini kapitalizm, kommunizm va jazo lagerlarini bir yerga jam qilib turib, foyda olishga urinishdan boshqa narsa emas ko'rsatdi. Ömer Sulaymонның bayanlarida Elon Musk eng nomussiz inson deb sifatlandi. Shuningdek, uning Xitoy Kompartiyasi qurilganligining 100 yillik xotir kunida Twitter betida uchur yo'llab Xitoydagi iqtisodiy gullanish odamni mahliya qiladi. Ishonmasanglar, sizlar berib ko'rpaqninglar deyish orqali Xitoy Kompartiyasiga xushomat qilganligi tanqidlandi.